Diqqat aholiga tezkor xabar: 20-yanvardan pensiya yoshi o'zgaradi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu videoda siz hamma ma'lumotni bilib olasiz. Aziz yurtdoshlar, pensiya yoshi 20-yanvarda o'zgaradi, ya'ni aytishyaptiki o'zgaradi deb, rostdan ham o'zgarishi mumkin. Videoga darrov bitta like bosib videoni oxirigacha ko'ring. Aziz yurtdoshlar, qaranglarda pensiya yoshi ayollar 38 yosh, erkaklar 40 yosh bo'lamish, ya'ni pensiya yoshi. Siz bunga nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham shunaqa bo'lib o'zgaradimi? O'zgarsa foydasi bormi, yo'qmi? Shuni kommentariya yozib ketinglar. Pensiya yoshi o'zgarishi mumkin, lekin 38 yoshda ayollar, 40 yoshda erkaklar bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ko'pchilik aytayapti, internetda ko'rib qoldim shunaqa ma'lumotni, ya'ni ayollar 38 yosh, erkaklar esa 40 yosh ekan. Siz bunga qanday qaraysiz? Aziz yurtdoshlar, rostdan ham pensiya yoshi shunaqa bo'lib o'zgaradimi? Obzatli kommentariya yozib ketinglar fikringizni. Undan tashqari ko'p odam kommentariyaga negativ yozyapti ekan, ya'ni so'kib yozyapti ekan. Men ham internetdagi ma'lumotni aytyapman. Negativ so'kib yozish unaqa shart emas. Aziz yurtdoshlar, yoqmasa chiqib ketinglar, unaqa qilib negativ yozmanglar. Aziz yurtdoshlar, undan tashqari ko'pchilik aytayapti, ya'ni pensiya yoshi o'zgarsa pensiya puli ham oshadimi deb. Pensiya yoshi o'zgarishi mumkin, lekin pensiya puli ham oshishi mumkin. Ko'pchilik aytayapti, baribir 20-yanvardan boshlab pensiya pullari oshib ketadi, lekin sekin-sekin oshadi. Aziz yurtdoshlar, birdan darrov o'sib ketmaydi pensiya yoshi. Shuni esdan chiqarmanglar aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik videoga like bosmang, videoni oxirigacha ko'ryapti. Sizlardan hech nima ketmaydi. Videoga darrov bitta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Arzimagan tekin narsa, bizga hech qachon YouTube pul to'lamaydi. Bitta like bosib qo'ysalaring, sizlardan hech nima ketmaydi. Rostdan ham pensiya yoshi o'zgardimi? Ya'ni o'zgaradimi? Ya'ni yo'q aziz yurtdoshlar, shu avvalgi qanday bo'lsa shu holat, lekin o'zgarish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Men ham internetdagi ma'lumotni olib aytyapman. Ko'pchilik aytyaptiki, o'zgaradi deb, hali o'zgarishi noma'lum aziz yurtdoshlar, chunki O'zbekiston Respublikasi o'zi e'lon qiladi anikini. Internetga ham ko'pchilik yolg'on qo'yapti, ishonib qolmanglar aziz yurtdoshlar. Hamma yerda ko'pincha yolg'on aytishyaptiki, pensiya yoshi o'zgaradi, pensiya yoshi hali o'zgarmaydi yurtdoshlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video nima haqida bo'lsa, ma'lumot haqida bo'lsa, obzatli kommentariya yozib ketinglar. Sizlarga bu videomiz foydasi tegan bo'lsa, men nihoyatda xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.